Assalomu alaykum azizlar. Biz bugungi videomizda gilos, chereshniyaning foydali xususiyatlari bilan tanishamiz. Gilos rano guldoshlar oilasiga kiradi. Uning bo'yi 10-15 metrga yetadi. Barglari tuxumsimon, gullari oq tusda bo'ladi. Mevasi danakli, sirsuv, yeddor qizil sariq, pushti rangda, qo'ng'ir, hatto siyoh rangda bo'lishi mumkin. Vatani O'rta Osiyo, Qrim, Kavkaz hisoblanadi. Gilosning ikki asosiy turi bor. Birinchisi shirin, qora gilos. Xom holida iste'mol qilinadi. Ikkinchisi turush gilos. Shirinliklar, kompotlar, murabbolar tayyorlanadi. Insonlar bu gilos turini juda qadim zamonda yetishtirib foydalanib kelganlar. Kimyoviy tarkibi: qand moddasi 10% gacha, gimmesillyuloza, kletchatka, pektin, organik kislotalar, mineral moddalar, vitaminlar C, B1, B2, B6, karotinlar, glyukozidlar, oshlovchi moddalar va qisman efir moyi mavjud. Xalq tabobatida mevalarning suvi, sharbati va qaynatmasi ishtahani ochishda, ovqat hazm qilishda, nafas yo'llari yallig'lanish kasalligida, balg'am ko'chiruvchi, issiqni tushirish, ichni yumshatish, quvvatga kirgizadigan vosita sifatida ishlatiladi. Gilos gullaridan va barglaridan tayyorlangan malham yara jarohatlarga, ayniqsa chipqonga foyda qiladi. Zamonaviy tibbiyotda gilos mevalaridan kamqonlikda, gastritda, me'da yara kasalliklariga, ichak anatomiyasi, spastik komalarda parhez sifatida foydalanadi. Bolalarga sharbati va mevasini o'zini berish mumkin. Azizlar, kanalimizga obuna bo'ling, like bosib, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Bizning kamtarona mehnatimizni inobatga olganingizdan mamnun bo'lamiz.